Bарлığına selam. O'zbekcha Stories Time kanalına hoş geldiniz. Shu ondayoq o'zimni ikki xil his qildim. Bir tomonda qo'rquv, ikkinchi tomonda nimadir yengil, galati umid. Lekin eng dahshatlisi keyin boshlandi. Chunki bu gapni eshitganimdan keyin hamma narsa meni yutib yuboradigan darajada tezlashdi. Men bu sirni yashirishga majbur bo'ldim. Yashirmasam meni tiriklayin yeb qo'yishardi. Men o'sha kuni klinikadan chiqib avtobus bekatida turib qoldim. Qorni och, qish sovuq emas edi, lekin ichim muzlab ketdi. Odamlar shoshilib o'tishardi, men esa bir joyga mixlangandek qotib qolgandim. Yonimdan bir yosh qiz o'tib ketdi, qulog'ida naushnik, qo'lida qahva. Hayot davom etyapti deb o'yladim. Menda esa hayot bir zumda boshqa tomonga burilib ketgandek edi. Telefonim jiringladi. Qizim Dilnoza. Onajon, qayerdasiz? Doktorga boraman degandingiz-ku. Nima dedi u shoshilib. Men tomogimni tozalab kuchimni yigdim. Oddiy analizlar. Qon bosimim. Yana o'sha eski gaplar dedim. U himmi dedi, lekin ishonmadi. Dilnoza meni biladi. Men yolg'on gapirsam, gapning ohangim o'zgarib ketadi. Onajon, ovozingiz galati. Siz yaxshi emasmisiz, dedi u. Men qizimning ovozidan ham ko'proq qo'rqib ketdim. Chunki men bu sirni birinchi navbatda undan yashirishim kerak edi. Qizim meni yaxshi ko'radi, lekin u ham odam. U ham ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Keyin gaplashamiz, dedim va telefonni uzdim. Uyga kelgunimcha boshimda mingta savol aylanardi. Qanday bo'lishi mumkin? Men 65 yoshdaman. Men onaman-ku, bu yoshda qo'llarim hamon titrardi. Uy eshigini ochganimda oshxonadan qo'shnim Nargiza opa chiqib qoldi. U doim hamma narsani biladigan, hamma narsani eshitadigan, keyin hamma joyga tarqatadigan ayol. Voy, Oydin opa, qayerdan kelyapsiz? Yuzingiz oqarib ketibdi, dedi u. Men tezda jilmayishga urinib, sumkamni mahkamroq ushladim. Shifokorga. Bosimim tushib ketdi, dedim. U ko'zimga tikildi, go'yo ichimdagi sirni ko'rib turgandek. Bosim bo'lsa mayli. Lekin sizning ko'zingiz qanaqa? Qo'rqib turibsiz. Biror yomon gap aytdimi, dedi u. Men yuragim gursillab ketganini sezdim. Nargiza opaga hozir bir ogiz gapni noto'g'ri aytsam, ertaga butun mahalla biladi. Yo'q, shunchaki charchadim, dedim va uyga kirib, eshikni yopdim. Eshik yopilgan zahoti o'zimni devorga suyanib, nafasi qisilib qolgan odamdek sezdim. Xonada jimlik. Faqat muzlatgichning xira guvillashi. Men sumkamni stol ustiga qo'ydim. Analiz varagini yana bir bor chiqarib qaradim. Qog'ozdagi raqamlar, muhr, shifokorning imzosi. Hammasi haqiqiy. Men o'zimni aldamayotgan edim. Shu payt hammasi qayta esga tushdi. Shifokor xonasidagi hid, oq xalat, monitor, ularning ko'zidagi biz ham ishonmayapmiz, degan qarash. Bu xato bo'lsa kerak, degandim men o'sha yerda. Shifokor, yoshgina ayol, ismida Malika degan yozuv bor edi, menga jiddiy qarab. Oydin opa, bu 3-chi tekshiruv. O'zini 2 xil apparatda qildik. Qon analizlari ham mos. Bu xato emas, dedi. Men kulib yuboray dedim. Achchiq kulgi. Men 65 yoshdaman. Men bunday narsani. Men, dedim. U bir lahza jim qoldi, keyin sekin ovozda. Men sizni tushunaman. Bu juda kam uchraydi. Lekin ba'zan mo'jiza bo'ladi, dedi. Mo'jiza. Men bu so'zni yomon ko'raman. Odamlar mo'jiza deyishsa, ko'pincha ortida biror fojia bo'ladi. Men kresloga o'tirib qoldim. Qo'llarim qornimga beixtiyor borib tegdi. Qornim katta emas edi. Hech kim sezmasdi. Men ham sezmagandim. Faqat oxirgi haftalarda ko'nglim aynishi, hidlarga sezgir bo'lish, charchoq.
Men buni yoshim dori-darmon bosim deb o'ylagandim. Lekin eng dahshatli savol. Bu bola kimdan? Men bu savolni o'zimga berishdan qochdim. Chunki javobini bilardim. Va shu javob meni yo'q qilishi mumkin edi. Men oynaga qaradim. O'zimni tanimadim. Yuzimda ajinlar, ko'z ostimda qora halqalar. Sochimda oq tolalar. Bu yuz homilador ayolning yuzi emas edi. Bu charchagan, ko'p narsani ko'rgan, ko'p narsani yutgan ayolning yuzi edi. Telefon yana jiringladi. Bu safar o'g'lim Rustam. Onam, salom. Hamma joy tinchmi? Dilnoza aytdi, siz doktordan keldingiz. Nima bo'ldi, dedi u. Rustamning ovozi doim qattiq, keskin. U meni himoya qilaman deb o'ylaydi, lekin ko'pincha meni bosib qo'yadi. Hammasi joyida, dedim. Onam, siz joyida deganingizda doim biror narsa joyida bo'lmaydi, dedi u. Men yuragimni ushlab oldim. Rustam meni chalgitmasin deb o'yladim. Rustam, men charchadim. Keyin gaplashamiz, dedim. U jim qoldi. Keyin sekinroq. Onam, siz yolg'iz emassiz. Nimadir bo'lsa ayting, dedi. Men ko'zlarimni yumdim. Aytolmayman deb ichimda javob berdim. Chunki aytsam hammasi portlaydi. Telefonni qo'ygach men bir narsani angladim. Bu sirni uzoq yashira olmayman. Lekin hozircha yashirishim shart. Hech bo'lmasa bir necha kun. Men o'zimni yigib olguncha. Ertasi kuni ertalab men yana klinikaga bordim. Malika shifokor meni kutib oldi. Oydin opa, o'zingizni qanday his qilyapsiz, dedi u. Men o'zimni go'yo tush ko'ryapman, dedim. U monitorni yoqdi. O'zidagi tasvir yana ko'rindi. Kichkina, qoramtir nuqta. Keyin mayda yurak urishi. Mana, dedi u, ko'ryapsizmi? Bu real. Men ko'zlarimga yosh oldim. Men yig'layotganimni ham sezmay qoldim. Shifokor yonimga salfetka uzatdi. Bunday yoshda homiladorlik juda yuqori xavf, dedi u. Biz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sizga ko'p tekshiruvlar, doimiy nazorat, ehtimol shifoxona rejimi kerak bo'ladi. Men boshimni qimirlatdim. Hamma narsaga tayyorman demoqchi bo'ldim, lekin tilim aylanmadi. Keyin u bir lahza to'xtab ovozini pasaytirdi. Oydin opa, men yana bir narsani aytishim kerak, dedi. Nima, dedim men. U menga shunday qaradiki, yuragim yana gursillab ketdi. Bu homila muddatiga ko'ra siz o'ylaganingizdan boshqacha, dedi u. Men nimani nazarda tutayotganini tushunmadim. Qanday boshqacha, dedim. U hujjatlarni ko'rsatdi. Taxminan 12 haftalik, dedi. 12 hafta. Men boshimda tez hisoblay boshladim. 3 oy. 3 oy oldin. Men qayerda edim? Nima bo'lgandi? Kim bilan uchrashgandim? 3 oy oldin men o'zimni juda yomon his qilgan bir kecha bor edi. Men bu kechani eslashni xohlamayman. Men uni miyamning eng chekka burchagiga itarib yuborgandim. Chunki u kecha men uchun uyat, qo'rquv va qora dog' edi. Men sekin o'rnimdan turdim. Tizzalarim bo'shashib ketdi. Men hozir ketaman, dedim. Shifokor qo'limni ushladi. Yo'q, o'tirib turing. Sizga bosim tushmasin, dedi. Men uning qo'lini sekin itardim. Men ketishim kerak, dedim. U meni to'xtatolmadi. Men klinikadan chiqib ketdim. Ko'chada havoni yutolmay qoldim. Nafasim qisildi. Ko'zimga hamma narsa qorong'i bo'lib ketdi. Shu payt orqamdan kimdir chaqirdi. Oydin opa, men burildim. Bu klinikaning registraturasida ishlaydigan yigit edi. Qo'lida hujjat papkasi. Siz hujjatlaringizni unutib qoldirdingiz, dedi. Men papkani olish uchun qo'limni uzatdim. U esa menga yaqinroq kelib, pichirlab dedi. Oydin opa,
Kecha siz haqingizda bir odam so'radi. Juda galati odam, men qotib qoldim. Kim dedim. Yigit atrofga qarab oldi, go'yo kimdir eshitib qolishdan qo'rqayotgandek. U o'zini tanishtirmadi. Faqat sizning familiyangizni, tugilgan yilingizni aytdi. Keyin Oydin hozir shu klinikadami dedi. Men ayta olmadim. Lekin u sizni kutib turdi, tashqarida, mening qo'limdan papga tushib ketay dedi. Yuragim yana urib ketdi. Tashqarida dedim men. Ha, dedi yigit. Qora mashinada. Oynalari qoraytirilgan. U hozir ham shu yerda bo'lishi mumkin. Men sekin boshimni ko'tardim va klinika oldidagi yo'lga qaradim. Rostdan ham yo'l chetida qoraytirilgan oynali qora mashina turardi. Va ichida kimdir meni kuzatayotgandek edi. Qora mashina jim turardi, lekin men uning ichida kimdir nafas olayotganini sezayotgandek edim. Oynalari shunchalik qoraytirilganki, ichidagi odam ko'rinmasdi. Ammo men o'zimni ko'rinib turgandek his qildim. Go'yo ko'chada bir men yaltirab turganman, hamma ko'zlar faqat menga qadalgan. Registraturadagi yigit papkani ko'tarib berdi, lekin qo'llarim bo'shashib qolgan, ololmadim. Rahmat, dedim, lekin ovozim chiqishi ham galati bo'ldi. U yana nimadir demoqchi bo'ldi. Oydin opa, ehtiyot bo'ling, dedi u. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman, lekin u odam. Ko'zlari sovuq edi. Men boshimni qimirlatdim. Shu payt mashina eshigi sekin ochilgandek bo'ldi. Men aniq ko'rmadim, balki tasavvur qildim. Yuragim shu zahoti tez ura boshladi. Mening qornim ichida nimadir qimirlagandek, ko'nglim aynidi. Yo'q, men shu yerda turmayman, dedim ichimda. Men papkani quchoqlab, yo'lning narigi tomoniga ochishga harakat qildim. Qadamlarim tez, lekin tizzalarim titrardi. Mashina joyidan qimirlamadi. Shunga qaramay men orqamdan uning og'ir qarashi kelayotgandek sezdim. Bekatga yetdim. Avtobus kelguncha qo'limda telefonimni ushlab Dilnozaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim. Ekran qorong'i. Batareya tugagan. Men kecha zaryadga qo'yishni unutganman. Yana bir aqlsiz harakat. Atrofimdagi hamma narsa menga qarshi ishlayotgandek. Avtobus keldi. Men ichiga chiqdim. Odamlar ko'p. Men ortada turib deraza tomonga qaradim. Qora mashina hali ham klinika oldida turardi. Avtobus yurganda men uni yo'qotdim, lekin ichimdagi qo'rquv yo'qolmadi. Uyga yetgunimcha bir narsani tushundim. Bu oddiy tasodif emas. Kimdir meni topgan. Kimdir men haqimda biladi. Va men homilador ekanimni bilishi ham mumkin. Uy eshigiga yaqinlashganimda zinapoyada yana Nargiza opa turardi. Go'yo u doim shu yerda. Go'yo uyimning oldiga qo'yilgan nazoratchi. Voy, keldingizmi, dedi u. Men sizni ertalabdan beri ko'rmadim. Hozir ham yuzingiz oqarib ketibdi. Nima bo'ldi o'zi? Men kalitni topolmay sumkamni kovlay boshladim. Papka bilan birga hamma narsam aralashib ketgan. Nargiza opa esa ko'zini uzmay turibdi. Hech narsa bo'lmadi, dedim. Charchadim. U meni devor bilan eshik orasiga qamab qo'ygandek yaqin keldi. Sizni biror odam so'radi, dedi u birdan past ovozda. Men muzlab qoldim. Kim? Dedim. U atrofga qaradi, keyin pichirladi. Qora mashinada kelishdi. Oynalari qoraytirilgan. 2 kishi. Biri mashinada qoldi, biri tushdi. Meni ham so'ramadi, sizni so'radi. Oydin opa qayerda, dedi. Men bilmayman, dedim. Keyin u kulib qo'ydi. Xuddi hammasini biladigandek. Men kalitni nihoyat topib eshikni ochdim. Nargiza opa ham kirib ketmoqchi bo'ldi, lekin men tezroq ichkariga kirib eshikni tortib yopdim. Kechirasiz, hozir charchadim, dedim. U eshik ortida qolib shivirlaganday bo'ldi. Mayli, mayli. Lekin men sizga yaxshilikni istayman, Oydin opa. Yashirmang, dedi. Eshik yopildi.
Jimlik. Men nafas oldim. Og'zimni stulga tashlab o'tirib qoldim. Papkani ochdim. Hujjatlar orasidan bir narsa tushdi. Kichkina oq konvert. Men buni klinikada ko'rmaganman. Bu meniki emas. Konvertning ustida faqat bitta so'z yozilgan edi. Oydin. Qo'lim muzlab ketdi. Konvertni ochsam, ichidan temir kalit va kichkina kartochka chiqdi. Kartochkada manzil va vaqt. Bugun 18:30 eski kutubxona orqasi bitta o'zingiz. Men kartochkani o'qib bo'lib, uzoq vaqt qimirlay olmadim. Hech qanday imzo yo'q. Hech qanday tushuntirish yo'q. Faqat buyruq. Bitta o'zingiz. Bu so'z meni qo'rqitdi. Chunki bu so'zlar men bilgan odamlardan chiqmaydi. Bu so'zlar tahdidga o'xshardi. Telefonimni zaryadga qo'ydim, lekin quvvat olishi uchun vaqt kerak. Men esa vaqtga qaradim. Soat 14:10. 18:30 gacha 4 soatcha bor. Men bu vaqt ichida nima qilaman? Men eng birinchi malika shifokorga qo'ng'iroq qilishni o'yladim. Balki bu konvert uning xonasidan tushib qolgandir. Balki u meni chaqiryapti. Lekin nega bunday yashirincha? Telefonim ozgina quvvat olganidan keyin raqamni terdim. Alo, malika. Dedim. Uning ovozi tinch, professional edi. Ha, Oydin opa. Siz yaxshimisiz? Klinika oldida ketib qoldingiz. Men xavotirlandim, dedi u. Men konvertni ko'tarib, go'yo u meni eshitadigandek gapirdim. Men hujjatlar orasidan konvert topdim. Unda manzil va vaqt yozilgan. Qora mashina ham bor edi. Bu nima degani? Malika bir lahza jim qoldi. Qaysi konvert? Dedi u nihoyat. Men uning jimligidan hammasini sezgandek bo'ldim. Agar u hech narsani bilmasa, darrov hayron bo'lib so'rardi. U esa o'ylab qoldi. Malika. Dedim yana. U nafas oldi, ovozini pasaytirdi. Oydin opa, iltimos, hozir hech kimga aytmang. Hech kimga. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman, lekin bu masala murakkab, dedi. Murakkab. Men qo'limdagi kartochkaga qaradim. Kim ular? Nega meni so'rashdi? Nega konvert mening hujjatlarimga tushib qoldi? Dedim. U yana jim qoldi. Keyin birdan telefonda shovqin bo'ldi. Go'yo yonida kimdir bor edi. Men bir soniya eshitib qoldim. Erkak ovozi. Beri bering, dedi u past, buyruq ohangida. Malika tezda gapirdi. Oydin opa, men sizga qayta qo'ng'iroq qilaman. Faqat hozir uyda qoling. Yolg'iz bo'lmang. Dedi u va aloqa uzildi. Men telefonni qulog'imdan olib ekranga qaradim. Qo'llarim yana titrardi. Yolg'iz bo'lmang. Lekin kartochkada bitta o'zingiz deyilgan. Men kimga ishonaman? Shu payt qo'ng'iroq keldi. Dilnoza. Onajon, men siznikiga kelaymi? Ertalabdan beri ko'nglim bezovdi. Sizni ko'rgim kelyapti, dedi u. Men bir zum yengil tortdim. Dilnoza kelsa, men yolg'iz bo'lmayman. Lekin keyin yana qo'rqib ketdim. Agar qora mashina kelib qolsa, qizim ham xavfga tushadi. Yo'q, qizim, kelma, dedim. Men charchadim, uxlab olaman. Onajon, siz meni quvayapsizmi? Dedi u xafa bo'lib. Men tezroq yumshatdim. Yo'q, yo'q. Men shunchaki boshim og'riyapti. Ertaga kel, maylimi? U bir lahza jim qoldi. Onajon, sizga nimadir bo'lyapti. Men sezib turibman, dedi u. Rustam ham xavotirda. Men ko'zimni yumdim. Men hammasini aytib yuboray deganman. Lekin tilim bormadi. Shunchaki bosimim, dedim. Hamma narsa joyida. U shubha bilan xo'rsindi. Mayli. Lekin men baribir kechqurun yana qo'ng'iroq qilaman, dedi.
Telefonni qo'yganimdan keyin men deraza yoniga bordim. Ko'chaga qaradim. Bizning hovlimizda ham bir qora mashina bor edi. Men yuragim tushib ketdi. Lekin keyin ko'rdim, bu qo'shnimizning nexasi. O'zimni qo'rqityapman. Lekin konvert va erkak ovozi bu qo'rquvni haqiqiy qildi. Men oshxonaga qaytib stolga o'tirdim. Qorinimni ushladim. Ichimdagi bola haqida o'yladim. Men bu bolani xohlaganmanmi? Yo'q. Men bu bolani rejalashtirganmanmi? Yo'q. Lekin yurak urishini ko'rganimda ichimda nimadir uyg'ongan. U mening ichimda. U begunoh. Va men uni himoya qilishim kerak. Soat 16 oq bo'lganda yana bir narsa esga tushdi. 3 oy oldin bo'lgan o'sha kecha. Men bu xotirani o'zimdan yashirib kelganman. Chunki u uyatli edi. O'sha payt Dilnoza menga yig'lab kelgan. Onajon, men endi chidamayman degan edi u. Hammasi o'tib ketdi, 3 yil, 4 yil. Hech narsa bo'lmadi. Men bolani xohlayman. Lekin shifokorlar juda qimmat davolanish dedi. Men pul topolmayman. Men qizimga qarab turib ichim ezilib ketgan. Men uni kichkina qizchalik paytida ham shunaqa ko'rganman, yig'lab turganida. Qizim, men nima qila olaman? Deganman. U ko'z yoshini artib. Siz tanishlaringiz bor deb aytgandingiz. O'sha yangi klinika haqida eshitgandingiz. U yerda ayollarni davolashar ekan, vitaminlar, gormonlar. Men siz bilan borsam bo'ladimi? Degan. Men o'sha yangi klinikani Nargiza opadan eshitgan edim. U hamma narsani biladi. Bir joy bor, juda yaxshi. Ayollar yosharganday bo'lib chiqadi, degandi. Men o'sha payt ishongandim. Chunki qizim uchun hamma narsaga tayyor edim. Biz o'sha klinikaga borganmiz. Esimda, u yerda juda toza hid bo'lgan. Oqartirilgan devorlar, jim musiqa, hamma xodimlar jilmayib turardi. Bizni bir hamshira kutib olib. Oydin opa, siz ham ko'rib turing, bu yerda zamonaviy davolash, dedi. Keyin ular menga ham profilaktika uchun tomchilatuvchi dori taklif qilishdi. Siz yosh emassiz, bosimingiz bor. Bu vitaminli sistemalar sizni yengil qiladi, dedi o'sha hamshira. Men rozi bo'lganman. Chunki men Dilnoza yolg'iz bo'lib qolmasin deb o'ylaganman. Biz bir xonada o'tirganmiz. Dilnoza boshqa xonaga kirgan. Men esa sistemaga ulanganman. Keyingi xotira. Juda loyqa. Men ko'zimni yumganman. Bir payt uyg'onganday bo'lganman. Xonada yorug'lik pasaygan. Qulog'imda guvillash. Yonimda kimdir gaplashayotgandek. U zaryad oladi, dedi erkak ovozi. Bizga mos, dedi ayol ovozi. Men o'sha payt buni tush ko'rdim deb o'ylaganman. Keyin uyga qaytganmiz, Dilnoza xursand ko'ringan, hammasi yaxshi bo'ladi, degan. Men esa boshim og'rib uxlab qolganman. Shu xotira hozir yuragimni teshib chiqdi. Men qornimga qaradim va ichimda sovuq fikr paydo bo'ldi. Agar o'sha klinika meni ishlatgan bo'lsa-chi? Men o'sha fikrdan o'zimni tortib oldim. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Men 65 yoshdaman. Kim meni? Nima uchun? Soat 17:20 bo'ldi. Telefonim to'liq quvvat oldi. Men yana malika shifokorga qo'ng'iroq qildim. U javob bermadi. Yana urindim. Yana yo'q. Shu payt Sims keldi. Noma'lum raqamdan. Siz qochmang. Biz baribir topamiz. 18:30. Eski kutubxona orqasi. Men xonada aylana boshladim. Qo'llarim sovuq. Nafasim qisilib qolgan. Politsiyaga qo'ng'iroq qilaymi? Dedim o'zimga. Lekin malika hech kimga aytmang, dedi. Kim u o'zi? Nega? Va agar bu ishda kimdir katter bo'lsa, politsiya ham. Yo'q, men buni o'ylashni ham xohlamadim.
Rustamga aytaymi? U qattiq. U borib urushib hammani battar qiladi. U gazab bilan hammasini buzadi. Dilnozaga aytaymi? U yuragi nozik yiqilib qoladi. Men yolg'izman. Lekin bitta ozingiz deyishgan. Bu tuzoq bo'lsa-chi? Men uyda qolsam ham ular kelib qolishi mumkin. Nargiza opa aytdi, ular manzilimni biladi. Soat 18:05 bo'lganda men sharfimni oldim, palto kiyib chiqdim. Kozim oynada og'zimga tushdi. Ajinli yuz, qo'rqib turgan ko'zlar. Men og'zimga shivirlab dedim. Oydin, sen kuchlisan. Sen bolalaringni ostirding. Sen bundan ham chiqasan. Eski kutubxona bizning tumanda 15 daqiqalik yo'l. Men taksi chaqirdim. Taksi kelguncha telefonim yana jiringladi. Yana noma'lum raqam. Alo, dedim. Javob bo'lmadi. Faqat nafas. Keyin past ovoz. Oydin opa, dedi erkak. Kimsiz? Dedim. Siz kechikmang. Biz sizga zarar qilmoqchi emasmiz. Faqat gaplashamiz, dedi u. Nima haqida? Dedim. Siz bilasiz, dedi u. Men asabim chiqib ketdi. Men hech narsani bilmayman. Men faqat bugun. Dedim, lekin tilim to'xtadi. Homilador sozini aytishga qo'rqdim. Go'yo aytsam, hammasi haqiqat bo'lib qoladigandek. Erkak ovozi kulganday bo'ldi. Siz aqlli ayolsiz, Oydin opa. Shuning uchun sizni tanladik, dedi u. Tanladik. Mening belimdan sovuq o'tib ketdi. Taksi keldi. Men tezda mashinaga o'tirdim. Haydovchi yosh yigit musiqa qo'ygan. Men unga manzilni aytdim. Eski kutubxona orqasi, dedim. U oynadan menga qarab. Ha, bilaman. Ko'p odam boradi u yerga. Nima, uchrashuvmi? Dedi. Men jilmay olmadim. Ha. Uchrashuv, dedim. Yo'l bo'yi men derazadan qarab bordim. Orqamdan qora mashina kelmayaptimi deb. Men har bir burilishda yuragimni ushlab oldim. Kutubxona oldiga yaqinlashganimizda haydovchi sekinlashtirdi. Mana, opa, dedi. Men pulni berib tushdim. Kutubxona eski bino, atrofida daraxtlar, qishda yalang'och shoxlar osmonni tirnab turardi. Orqa tomoni esa yanada jim. Kam odam o'tadi. Bu joy aynan tuzoqqa o'xshardi. Men orqa tomonga yurdim. Qadamlarim qattiq eshitilardi, go'yo butun shahar jim bo'lib, faqat men yurayotgandek. Orqa tomonda bir ko'cha chirog'i yonib turardi. Uning ostida qora mashina. Aynan o'sha. Oqartirilgan farlar ochiq, oynalari qoraytirilgan. Men to'xtadim. Qochib ketaymi deb o'yladim. Lekin oyoqlarim yerga yopishib qolganday. Mashina eshigi ochildi. Ichkaridan erkak tushmadi. Avval qo'l ko'rindi. Qalin barmoqlar, qimmat soat. Keyin u qo'l eshikni ichkaridan ushlab menga ishora qildi. Keling, Oydin opa, dedi ovoz. Men bir qadam oldinga yurib yana to'xtadim. Kimsiz? Dedim. Siz meni tanimaysizmi? Dedi u va nihoyat yuzini ko'rsatdi. Men ko'zimni qisib ko'chadagi chiroq nuriga qaradim. U yuzning yarmini yoritdi. Men bir narsani payqadim. Uning qo'lida uzuk bor edi. Oddiy uzuk emas. Men bu uzukni tanirdim. Men uni ming marta ko'rganman. O'sha uzukni men bir vaqtlar bir odamning qo'lidan yechib, o'z ko'zim bilan tobutga qo'yganman. Mening marhum erimning uzuki. Mening nafasim to'xtab qolganday bo'ldi. Bu mumkin emas deb shivirlab yubordim. Mashina ichidan past, tanish, yuragimni yorib o'tadigan ovoz eshitildi. Oydin. Meni eshitayapsanmi? Ovoz qulog'imga sanchilganday bo'ldi. Oydin. Meni eshitayapsanmi? Men orqaga bir qadam tashladim. Nafasim ichimda tiqilib qoldi. O'sha ovoz.
Men uni 100 marta eshitganman. U menga choy qo'y degan, u menga qo'rqma degan, u menga men yoningdaman degan. Va men uni oz qo'lim bilan qabristonga kuzatganman. Bu mumkin emas. Men lablarimni qimirlatdim, lekin so'z chiqmadimi yo men ovozimni o'zim eshitmadimmi, bilmadim. Bu kim, dedim nihoyat, ovozim qaltirab. Qora mashina ichidan hech kim chiqmay turib, ovoz yana eshitildi. Bu safar biroz uzoqroq, xuddi telefon orqali gapirayotganday. Oydin, tinchlan. Qarasang bo'lmaydimi? Men ko'zimni qisib mashina eshigi yonida turgan erkakka qaradim. U qirqlar atrofida, yuzi tarang, soqoli yangi olingan, ko'zlari sovuq. Qo'lida marhum erimning uzugi. Bu uzukni men tobutga qo'yganman. Men aniq eslayman. Shunda bu uzuk qanday qilib uning qo'lida yuribdi? Erkak boshini sal egib, go'yo meni kondirmoqchi bo'lganday yumshoq gapirdi. Ko'rib turibman, sizga og'ir bo'lyapti. Lekin bu yerda baqirmang. Biz odam emasmiz degani yo'q. Gaplashamiz. Men o'zimni tutishga urinib, barmoqlarimni musht qildim. Uzukni qayerdan olding, dedim. U qo'lini ko'tarib uzukni ko'rsatdi, xuddi bu bir hujjatdek. U sizniki emas. U bizniki. U bizning ishimizning bir qismi. Sen nimani deyapsan, dedim men. U mashinaning ichkarisiga ishora qildi. Keling, o'sha savollaringizga javob olasiz. U yerda sovuq emas. Bu yerda hamma ko'rib qoladi. Men ko'chani kuzatdim. Atrof jim. Kutubxonaning orqasida bir-ikki odam uzoqdan o'tib ketdi, lekin ular bizga qaramadi. Go'yo bu joy ham ataylab shunday tanlangandek. Hamma bor, lekin hech kim ko'rmaydi. Men qochsam bo'ladimi? Ha. Men yugurib ketishim mumkin. Lekin nimaga? Ular manzilimni biladi. Ular klinikaga kelganimni biladi. Ular meni bu yerga chaqirdi. Va eng yomoni, ular marhum erimning uzugini topgan. Bu degani ular mening o'tmishimni kovlashgan. Men haqimda hamma narsani biladi. Erkak yana bitta gap qo'shdi, ovozi sokin, lekin ichida po'lat bor edi. Oydin opa, biz sizni ranjitishni xohlamaymiz. Lekin siz hozir noto'g'ri qaror qilsangiz, farzandlaringiz ranjiydi. Men unga tik qaradim. Farzandlarimni aralashtirma, u kulmadi. Shunchaki qoshini sal ko'tardi. Biz aralashtirmayapmiz. Hayot aralashtiradi. Shu so'zlar meni sindirdi. Men o'zimga aqlli bo'l deb buyurdim. Qo'rqqaningni ko'rsatma. Odamlar qo'rquvni sezsa, ustingga minib oladi. Men mashinaga bir qadam yaqinlashdim, lekin ichkariga kirmadim. Kim gapiryapti? Bu ovoz kimniki, dedim. Erkak boshini mashina ichiga burdi. Yo'lovchi, ishga tushiring, dedi u. Keyin mashina ichidagi ekran yonib ketdi. Men ko'rdim. Old panelda kichkina monitor bor ekan. Unda video ochildi. Va men o'sha videoda o'zimni ko'rdim. O'sha yangi klinikadagi xonada. Oq devor. Men kresloda o'tirganman. Qo'limda sistema. Ko'zlarim yarim yumilgan. Men juda loqayd, go'yo uxlayotgandek. Yonimda hamshira turibdi. U menga jilmayadi. Keyin kamera burchagi o'zgaradi. Eshik ochiladi. Xonaga bir erkak kiradi. Men darrov uni tanidim. Bu mening marhum erimning yaqin do'sti Shavkat. Shavkat. U erimning janozasida ham bo'lgan. U men bilan quchoqlashib, hammasi yaxshi bo'ladi, degan. U ko'zidan yosh chiqargan. U meni yupatgan. Videoda u xonaga kirib, hamshira bilan nimadir gaplashadi. Ovozi eshitilmaydi, faqat lablari qimirlaydi. Keyin u menga yaqinlashadi. Men esa kresloda, go'yo hech narsani sezmayotganday. Men yuragimni ushladim. Bu nima, dedim, ovozim sinib. Erkak ekran tomonga bir qadam yaqinlashib, menga qaramay gapirdi. Bu sizning javobingiz. Siz o'sha kechani loyqa deb o'ylagan ekansiz.
Biz esa uni unutmaymiz. Men Kozimni videodan uzolmadim. Shavkat hamshira qoliga bir papka uzatadi. Hamshira papkani ochib bir qog'oz chiqaradi. Qog'ozda mening ismim, mening familiyam, pastida esa imzo. Men titrab ketdim. Bu mening imzom emas, dedim. Erkak birinchi marta kulimsiradi, juda qisqa. Ha, siz uyquda bo'lgansiz. Imzo masalasi har xil bo'ladi. Shavkat nima qilgan, dedim men. Erkak monitorni o'chirdi. So'ng mashina eshigini kengroq ochib, og'zini chetga oldi. Kiring. Sovuq uryapti. Sizga ham, homilaga ham sovuq yaxshi emas. U homila deganda ichimdagi nimadir muzlab ketdi. Demak, ular biladi. Hammasini biladi. Men ichkariga kirdim. Mashinada hid bor edi. Qimmat atir, teri o'rindiqning hidi va yana nimadir. Klinikadagidek steril dorining hidi. Old o'rindiqda haydovchi o'tirgan, yuzini ko'rsatmaydi, kepka kiygan. Orqa o'rindiqda esa men bilan birga o'sha uzukli erkak o'tirdi. Eshik yopildi, tashqaridagi shahar ovozi birdan yo'qoldi. Go'yo men qafasga tushdim. Erkak menga qarab o'zini tanishtirganday gapirdi. Mening ismim Aziz. Sizga shuni bilish yetarli. Aziz, sen kimsan? Meni nima uchun chaqirding, dedim men. U qo'lidagi uzukni sekin aylantirdi. Biz sizni chaqirmadik. Siz allaqachon bizning jarayon ichidasiz. Qanday jarayon? U yana o'sha sokin ovoz bilan gapirdi, go'yo bu oddiy ish xolos. 3 oy oldin siz bir joyga bordingiz. Siz va qizingiz. Sizga vitamin deb sistema qo'yishdi. Siz rozi bo'ldingiz. Siz o'zingizni yaxshi his qildingiz. Shundaymi? Men labimni tishladim. Ha, shunday bo'lgan. U yerda sizga faqat vitamin berishmagan, dedi Aziz. Sizga mo'jiza berishgan. Men unga tik qaradim. Men mo'jiza so'ramaganman. Aziz yelkasini qisdi. Ko'p odamlar so'ramaydi. Lekin hayot ularga beradi. Bu bola kimniki, dedim men birdan. Ichimdagi eng og'riqli savol tilimdan otilib chiqdi. Aziz bir soniya jim qoldi. Keyin haydovchiga qaradi. Choyshabni olib kel, dedi u. Haydovchi old qutichani ochib bir konvert berdi. Aziz uni menga uzatdi. Men ochdim. Ichida yana hujjat. Tibbiy varaq. Unda men haqimda ma'lumotlar. Bosim, tahlillar. Lekin pastida bir qator bor edi. Embrion kodi. Kon 7. Va yonida biologik ota degan joy bosh emas edi. U yerda men yaxshi tanigan ism yozilgan. Shavkat. Men ko'zlarimga ishonmadim. Yuragim urmay qolganday bo'ldi. Yo'q, dedim men. Yo'q, bu yolg'on. Aziz barmoqlarini tizzasiga sekin urdi. Bu yolg'on emas. Sizga embrion qochirilgan. U embrion Shavkatnikidan olingan materialdan. Donor. Boshqa taraf ham bor. Donor kim, dedim men. Aziz menga qarab sozini asta aytdi. Bu sizga hozir kerak emas. Kerak. Men buni bilishim kerak, dedim men. Baqirib yuboray dedim, lekin ovozimni pasaytirdim, chunki mashinada baqirish ham foydasiz edi. Men bu bolani ko'taryapman. Men 65 yoshdaman. Men olaman, tushunyapsanmi? Aziz ko'zini qisdi. Siz olmaysiz. Sizni kuzatib boradigan shifokorlar bor. Malika ham. U siz bilan ishlaydi. Men tishimni gijirlatdim. Malika. Demak u ham. Sizlar bilan. Aziz boshini sal qimirlatdi. U bilan gaplashish oson emas. Lekin u o'z ishini qiladi. Men ichimda Malikaning telefondagi shoshgan ovozini esladim. Hech kimga aytmang. Yolg'iz bo'lmang, u qo'rqqanday edi. Balki u ham majbur. Men o'zimni biroz qo'lga oldim. Menga hozir aqllilik kerak. Yaxshi, dedim men sekin. Siz nima xohlaysiz? Aziz xuddi shu savolni kutgandek o'rindiqqa suyanib o'tirdi.
Biz sizning tinch bo'lishingizni xohlaymiz. Siz bu homiladorlikni davom ettirasiz. Siz hech kimga aytmaysiz. Siz tibbiy nazoratni qabul qilasiz. Biz sizga pul beramiz. Pul, dedim men achchiq kulib. Siz meni sotib olmoqchimisiz? Azizning ko'zida bir zumda sovuq kuchaydi. Bu sotib olish emas. Bu kelishuv. Sizning farzandlaringizga ham foyda, men darrov tushundim. Ular pulni menga emas, bolalarimga qarshi qurol sifatida ishlatadi. Biz yordam berdik deb keyin talab qiladi. Men rozi bo'lmasamchi, dedim. Aziz soatiga qaradi. Keyin ohista gapirdi. Unda sizni ham, farzandlaringizni ham qiyin kunlar kutadi. Men qo'rqmayman degim keldi. Lekin qo'rqardim. Men onaman. Men farzandim uchun hamma narsadan qo'rqaman. Qanday qiyin kunlar, dedim. Aziz telefonini chiqardi. Ekranni ochdi. Videoni yoqdi. Unda Dilnoza ko'rindi. Dilnoza do'kondan chiqyapti. Qo'lida sumka. Orqasidan kimdir kelib unga salom beradi. Dilnoza jilmayadi. Keyin u odam uni mashinaga yollaydi. Dilnoza o'ylab turadi, so'ng mashinaga yaqinlashadi. Men nafasimni yo'qotdim. Bu qachon, dedim. Aziz video pastida vaqtni ko'rsatdi. Bugun 17:48. Bu men uyda turgan paytim. Dilnoza menga qo'ng'iroq qilgan paytlar atrofida. U hozir qayerda, dedim men. Aziz telefonni o'chirdi. U uyida. Hozircha. Biz faqat sizga shuni ko'rsatmoqchi edik. Biz xohlasak juda yaqin bo'lamiz. Ko'zimga yosh keldi. Men o'zimni tutolmay, qo'llarim bilan yuzimni yopdim. Ichimda bolaning yurak urishi esga tushdi. Yurak uryapti degan malikaning ovozi. Men hozir ikki olov orasidaman. Bir tomonda farzandlarim, bir tomonda ichimdagi begona, lekin jonli bola. Bu bola kim uchun, dedim men past ovozda. Aziz bir lahza jim qoldi. Keyin birinchi marta gapini ehtiyotkorlik bilan tanladi. Bu bolani kutayotgan odamlar bor. Ular ko'p yildan beri kutadi. Ular katta odamlar. Katta odamlar, dedim men. Nima, boylar? Aziz javob bermadi. Bu sukutning o'zi javob edi. Men boshimni ko'tarib, ko'z yoshimni artdim. Men surrogat bo'ldimmi, dedim. Aziz ko'zini qisdi. Sizga bu so'z yoqmasligi mumkin. Lekin haqiqatga yaqin. Men rozi bo'lmaganman, dedim men. Aziz boshini sal qimirlatdi, xuddi hayot shunaqa deganday. Siz rozi bo'lishingiz uchun sharoit bo'lmagan. Lekin endi siz rozi bo'lishingiz kerak. Men qaltirab kulib yubordim. Sen meni o'girlab, tanamni ishlatib, endi menga kerak deyapsan. Qanday qilib men bunga ko'nikaman? Aziz juda sokin gapirdi, lekin so'zlari pichoqdek kesdi. Siz ko'nikasiz. Chunki sizning ichingizda allaqachon bu kelishuv yuribdi. U so'ng yon cho'ntagidan bir kichkina qutichani chiqardi. Qutichani ochdi. Ichida yana bir uzuk bor edi. Bu uzuk erimning uzugi emas edi. Bu mening uzugim edi. Men o'sha uzukni ham janoza kuni yechib erim bilan birga ko'mdirgandim. Men ko'zlarimni kattaroq ochdim. Qanday qilib, dedim. Aziz uzukni kaftida aylantirdi. Siz ko'p narsani aniq eslayman deb o'ylaysiz. Lekin u kunlarda siz juda charchagan edingiz, Oydin opa. Sizning yoningizda kimlar bo'lganini hammasini eslaysizmi? Men esladim. Shavkat yonimda ko'p bo'lgan. U hamma ishni tashkil qilgan. U hujjatlarni ko'targan. U meni uyga olib kelgan. U men yordam beraman degan. Mening qornim muzlab ketdi. Demak, Shavkat o'sha paytdan beri meni boshqaryapti. Erimning o'limi, dedim sekin. Erimning o'limi ham sizlarning ishingizmi? Azizning yuzida bir soniya galati ifoda paydo bo'ldi. U tezda o'zini tutdi. Bu mavzuga kirmang, dedi u. Men uning shu gapidan hammasini tushunganday bo'ldim. Agar erimning o'limi ularga aloqasi bo'lmasa, u yo'q deb qo'yardi.
U esa kirmang dedi. Men hushimni yo'qotay dedim. Qo'llarim uvishib ketdi. Aziz qo'limga suv uzatdi. Iching. Sizga hozir hushyorlik kerak dedi u. Men suvni ichmadim. Kozimni undan uzmadim. Agar men hammasini aytsamchi? Politsiyaga borsamchi dedim. Aziz yuziga jilmayish olib chiqdi, lekin bu jilmayish mehr emas, masxara edi. Oydin opa, siz politsiyaga borsangiz, sizni birinchi bo'lib kim tekshiradi, bilasizmi? Shifokorlar. Sizni ruhiy holatingizni baholashadi. 65 yoshli ayol homilador, ustiga ustak meni majburlashdi, deyapti. Sizni kim eshitadi, men tilimni tishladim. U haq. Keyin dedi Aziz davom etib, sizning qizingizning ish joyiga bir shikoyat boradi. Oglingizning kreditlari, qarzlari haqida hujjatlar chiqadi. Nargiza opa esa ertaga butun mahallaga aytadi. Oydin opa 65 yoshida homilador ekan, odamlar kuladi, masxara qiladi. Siz shuni xohlaysizmi? Men kozimni yumdim. Men odamlarning kulgusini ko'tara olaman. Men ko'p narsani ko'targanman. Lekin bolalarimni sindirishlarini ko'tara olmayman. Aziz qo'lini tizzasiga qo'ydi, xuddi shartnoma aytayotganday. Biz sizga shartlarni yozib beramiz. Siz uyga qaytasiz. Hech kimga ogiz ochmaysiz. Ertadan Malika sizning nazoratingizni boshlaydi. Sizga dori, tekshiruv hammasini beramiz. Sizning farzandlaringizga ham yordam beramiz. Men achchiq kuldim. Yordam. Siz buni yordam deysizmi? Aziz ko'zini tikdi. Men buni hal qilish deyman. Siz ham kelishasiz. Men kelishmayman, dedim men sekin. Aziz qoshini ko'tardi. Nima dedingiz? Men ovozimni biroz balandroq qildim. Men bu bolani sizga bermayman. Men bu bola haqida hamma narsani bilaman. Men o'zim qaror qilaman. Azizning yuzi bir zumda qotib qoldi. Havo sovuq bo'lib ketdi. Haydovchi ham boshini biroz burdi, go'yo kutayotgan. Aziz sekin qo'lini cho'ntagiga soldi va telefonini oldi. Bir tugmani bosdi. Telefon karnaydan Dilnozaning ovozi eshitildi. Onajon. Onajon, sizmisiz? Menga nima bo'lyapti o'zi, men, dedi u. Ovoz titrardi. U qo'rqqan. Men o'rnimdan otilib turay dedim. Dilnoza. Qizim, dedim. Lekin Aziz qo'lini ko'tarib meni to'xtatdi. Faqat tinch, dedi u. Bir ogiz noto'g'ri gap va ularni ko'rmaysiz, men yiglab yubordim. Qizimga tegmang. Men hammasini qilaman, dedim. Aziz telefonni yana o'chirdi. So'ng yonidagi konvertdan yana bir qog'oz chiqardi. Unda imzo qo'ying, dedi u. Men qog'ozga qaradim. U yerda bitta jumla. Men tibbiy kuzatuvni ixtiyoriy qabul qilaman va homiladorlik bo'yicha barcha ko'rsatmalarga rioya qilaman. Pastida joy, imzo. Bu tuzoq. Men bilaman. Bu qog'oz ular uchun himoya. Keyin meni majbur qilishsa, o'zi rozi bo'lgan deyishadi. Men qo'limni tortib oldim. Yo'q, dedim, tomog'im quruq. Aziz yuzini menga yaqinlashtirdi. Uning nafasi atir hidi bilan aralash, lekin ichida xavf bor edi. Oydin opa, dedi u pichirlab, siz ertaga ertalab uyg'onasiz. Uy eshigingiz oldida hamma turadi. Mahalla. Qizlaringiz. Oglingiz. Va Nargiza opa ham. Ularning hammasi bitta gapni eshitadi. Siz 65 yoshda homilador ekansiz. Sizni sharmanda qilish juda oson. Lekin biz sharmanda qilishni istamaymiz. Biz ishimizni istaymiz. Men ko'z yoshimni yutdim. O'zimni tutishga harakat qildim. Bu ovoz. Mashinada eshitilgan ovoz. Kimniki, dedim men yana, chunki ichimdagi eng og'riqli savol shunga yopishib qolgan. Aziz ko'zini bir soniya chetga oldi. Keyin xuddi tasodifiy gapirganday dedi. Bu ovoz sizga tanish bo'lgani uchun ishlatildi. Sizni bu yerga olib kelish uchun. Demak, bu erim emas, dedim. Aziz javob bermadi.
U sukut qildi. So'ng qo'lidagi uzukni yechib kaftimga qo'ydi. Bu sizning otmishingiz. Endi kelajakni tanlang, dedi u. Men uzukni ushladim. U sovuq. Temir sovuq, lekin xotira undan ham sovuq. Aziz menga ruchka uzatdi. Imzo, dedi. Men qog'ozga qaradim. Qo'lim qaltiradi. Men imzo qo'ysam, o'zimni sotgan bo'laman. Qo'ymasam, qizim zarar ko'radi. Men ko'zimni yumdim. Qornimga qo'limni qo'ydim. Ichimdagi yurak urishi xayolimda yana duk-duk qilib eshitildi. Shu payt mashina ichidagi monitor yana yonib ketdi. Aziz bosmagan edi. Ozi yonib ketdi. Ekranda bitta rasm chiqdi. Men ham, Dilnoza ham, Rustam ham birga tushgan eski surat. Suratning pastida esa yozuv bor edi. Ertaga 9, oh. Klinika. Malika emas, men boshimni ko'tardim. Bu nima, dedim. Azizning yuzi ham o'zgarib ketdi. U birinchi marta nazoratni yo'qotganday ko'rindi. U monitorga tikildi, keyin haydovchiga baqirdi. Kim yubordi buni, haydovchi jim. Azizning telefoni jiringladi. U qaradi. Raqam yo'q. Noma'lum. U sekin telefonni quloqiga qo'ydi. Alo, telefon ichidan bir ayolning ovozi eshitildi. Juda sokin, juda aniq. Aziz, siz xato qilyapsiz. Oydinni qo'yib yuboring. Bu ish endi sizniki emas, Azizning qo'li muzlab qoldi. Sen kimsan, dedi u. Ayol ovozi kulmadi, lekin so'zlari muzdek edi. Men siz bilgan odamman. Va ertaga soat 9da, agar Oydin opa klinikaga kelmasa, Dilnozani ham, Rustamni ham yo'qotasiz. Men telefon tomonga engashdim. Kim bu, dedim men, yuragim hapriqib. Ayol ovozi bir lahza jim qoldi. Keyin shunday dedi. Oydin opa. Sizning eringiz olgan emas. Telefon karnaydan chiqqan so'zlar meni toshday qotirib qo'ydi. Oydin opa, sizning eringiz olgan emas. Men gapira olmadim. Tizzalarim bo'shashib ketdi. Xuddi mashina ichidagi havo birdan siqilib, nafas olish qiyinlashganday bo'ldi. Azizning yuzi ham o'zgardi. U birinchi marta rostdan qo'rqqandek ko'rindi. Bu gapni eshitganimda ichimdagi bir narsa yorilib ketdi. 3 yil oldin erimning qabriga tuproq tashlaganim, u sovuq tobut, Shavkatning men yoningizdaman degani, qo'lim titragani. Hammasi bir kadr bo'lib ko'zimdan o'tdi. Aziz telefonga qattiqroq yopishdi. Sen kim bo'lasan o'zi? Deb tishining orasidan chiqardi. Ayolning ovozi sokin, lekin buyruqdek aniq edi. Men kimligimni bilsangiz, siz bu ishga umuman kirmasdingiz. Oydinni qo'yib yuboring. Hozir. Va telefoningizni o'chirib qo'ying. Aziz xo'rsindi. Men Oydinni qo'yib yuborsam, meni yo'q qilishadi, dedi u. Ayol ovozi bir oz yumshamadi. Sizni baribir yo'q qilishadi. Faqat bugun emas. Sizga bitta imkon bor. To'g'ri tomonni tanlang. Men telefonga tikilib, go'yo o'sha ayol meni ko'rayotganday his qildim. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar, men bolalarimni qo'yib bering, deb yubordim. Ayol ovozi bir lahza jim qoldi. Keyin menga qarata gapirganday dedi. Oydin opa, sizning qizingiz hozir uyida. O'g'lingiz ham xavfsiz. Hozircha. Siz esa hech narsaga imzo qo'ymang. Ertaga soat 9da klinikaga keling. Lekin Malikaning yoniga emas. Resepsiyonda bir so'zni aytasiz. Kod so'z. Esingizda tuting. Men og'zim qurib zo'rga so'radim. Qanday so'z? Ayol ovozi shivirladi. Bahor. Shu payt aloqa uzildi. Kutilmaganda xuddi kimdir simni kesib yuborganday. Aziz telefonini pastga tushirdi. Uning ko'zlari endi meni emas, ichidagi dahshatni ko'rayotganday edi. Haydovchi ham jim turardi, lekin mashina ichida taranglik kuchayib borardi. Men o'zimni qo'lga oldim. Endi nima bo'ladi?
dedim. Aziz menga qaradi. Uning ko'zida gazab va ikkilanish aralash edi. Sen ham eshitding, dedi u. Men seni uyga olib boraman. Men ishonmadim. Nega? Dedim. U bir zum sukut qildi. Keyin og'ir nafas oldi. Chunki bu ish endi menga tegishli emas, dedi u. Men buni tushundim. Ular ichkaridan urushyapti. Biz esa ortada. Ular kim? Dedim. Aziz boshini chetga burdi. Siz bilmasangiz yaxshi. Bilganingiz sari ko'proq xavfga tushasiz, dedi. Men qattiqroq gapirdim. Men allaqachon xavfdaman. Ichimda bola bor. Bolalarimni videoda ko'rsatding. Endi menga bilma deysanmi? Aziz bir lahza ko'zimga tik qaradi. So'ng sekin dedi. Sen aqlli ayolsan, Oydin opa. Shuning uchun seni tanlashgan. Shuning uchun ham sen tirik qolishing mumkin. Mashinani haydovchi yurgizdi. Biz kutubxona orqasidan chiqib shaharning yoritilgan ko'chalariga tushdik. Odamlar yuribdi, do'konlar ishlayapti, kimdir kulib gaplashyapti. Men esa qora mashina ichida o'zimni butun hayotdan ajralib qolganday sezdim. Aziz yonimda jim o'tirardi. U ham telefoniga qarab kimdir yana qo'ng'iroq qiladimi deb kutayotganday edi. Men ichimda faqat bitta gapni aylantirardim. Erim tirik. Bu so'z umiddek tuyuldi, lekin shu umidning o'zi ham qo'rqinchli edi. Agar u tirik bo'lsa, nega 3 yil jim? Nega men uni ko'mmadim deya olmayman? Unda kimni ko'mganman? Mashinadan derazaga qarab ichimdan shivirlab yubordim. Agar bu yolg'on bo'lsa-chi? Aziz eshitib qoldi. Bu ayol yolg'on gapirmaydi, dedi u past ovozda. Sen uni taniysanmi? Deb so'radim. Aziz javob bermadi. Faqat uzugini barmog'idan yechib cho'ntagiga soldi. Go'yo endi u uzuk ham uni himoya qilmayotgandek. Uyimning oldiga yaqinlashganimizda Aziz mashinani to'xtatdi, lekin men tushishga shoshilmadim. Sen meni kuzatasanmi? Dedim. Aziz boshini qimirlatdi. Men seni kuzatmayman. Lekin boshqalar kuzatadi, dedi. Men qo'rqib ketdim. Kim? Aziz derazadan tashqariga ishora qildi. Mana u. Men ko'chaga qaradim. Bizning hovlimizning chekkasida bir mashina turardi. Oddiy mashina, lekin ichida chiroq yo'q. Qorong'ida ko'rinmaydi. Faqat men endi bunday mashinalarni darrov sezadigan bo'lib qolganman. Aziz davom etdi. Ular sening uyingni biladi. Men seni qaytarib qo'yishim shart. Aks holda oilangni darrov bosishadi. Sen uyga kir. Hech kimga aytma. Ertaga klinikaga o'zing bor. Bahor. Shuni unutma. Men mashinadan tushdim. Oyoqlarim yerga tegishi bilan boshim aylanib ketdi. Aziz mashina eshigini yopib, haydovchiga nimadir dedi. Mashina yurgizildi va ketdi. Ketayotganda Aziz bir marta oynani tushirib menga qaradi. Oydin opa, dedi u. Siz hozir eng xavfli joydasiz. Odamlardan ko'ra gaplar xavfli. Ayniqsa mahallada. Mashina ketdi. Men zinapoyaga qadam qo'ydim. Qorong'u yo'lakdan bir tanish ovoz chiqdi. Voy, Oydin opa, sizni kutib turuvdim. Nargiza opa. Albatta. U qo'lida bir piyola choy bilan turganday, go'yo men bilan oddiy gaplashmoqchi. Qayerlarda yuribsiz? Dedi u. Kech bo'lib ketdi. Bugun sizni yana so'rashdi. Men ichimdan mana dedim. Ular Nargiza opani ham ishlatyapti yoki u o'zi qiziqib hamma narsaga burnini tiqyapti. Kim so'radi? Dedim. U labini burdi. Bir ayol. Chiroyli kiyimda. Xushmuomala. Lekin ko'zlari qattiq. Oydin opa, sizga aytayin, siz ehtiyot bo'ling. Sizning atrofingizda galati odamlar yuribdi, dedi. Men kalitimni chiqarib eshikni ochdim.
Nargiza opa, men charchadim, dedim. U mening ortimdan ichkariga suqilmoqchi bo'ldi. Bir piyola choy ichib oling, men sizni tinchitaman, dedi. Men eshikni yarim yopib jilmayishga urindim. Rahmat. Keyin eshikni yopdim. Ichkariga kirganimda tanam bo'shashib ketdi. Men devorga suyanib chuqur nafas oldim. Yuragim hanuz gursillardi. Telefonim titradi. Dilnozadan xabar. Onajon, men sizni topolmayapman. Siz qayerdasiz? Men qo'rqyapman. Men darrov javob yozdim. Tez, lekin aniq. Uyda. Hammasi joyida. Hozir uxlayman. Ertaga gaplashamiz. Bir ozdan keyin Rustam qo'ng'iroq qildi. Onam, qayerdasiz? Dedi u. Dilnoza yiglab qoldi. Siz bugun galati bo'lyapsiz. Men ovozimni tinch tutishga harakat qildim. Uyda, dedim. Rustam bir zum jim qoldi. Keyin past ovozda. Onam, siz yolg'on gapiryapsiz. Men bilaman. Sizning nafas olishingiz boshqacha. Men ichimni yutdim. Rustamga hammasini aytib yuborishim mumkin edi. Lekin Azizning gaplari, ayolning ogohlantirishi, Nargiza opaning quloqiga. Hammasi meni tiydi. Rustam, men ertaga ozim kelaman. Ertaga ertalab soat 11larda uyga kel. Hech kimga aytma. Faqat sen. Bo'ldimi? Dedim. U darrov sezdi. Men odatda Rustamdan hech narsa so'ramayman. Onam, nima bo'lyapti? Dedi u. Men kodsoz oylab topdim. O'sha ayol aytgan so'z meni ichimda kuydirib turardi. Bahor, dedim sekin. Rustam jim qoldi. Nima dedingiz? Bahor. Esingda tut. Bahor, dedim yana. Ertaga soat 11da. Rustamning ovozi qattiqlashdi. Onam, sizni kimdir qo'rqityaptimi? Men yutindim. Men hozir gapira olmayman. Lekin sen kel. Va Dilnozani yoningga olma. U uyda qolsin. Rustam xo'rsindi. Mayli. Men kelaman. Lekin onam, sizni yolg'iz qoldirmayman, dedi. Telefonni qo'ydim. Keyin qo'llarim bilan yuzimni ushlab sekin yiglab yubordim. Ichimda bola bor. Men esa bolalarimni ham, ichimdagini ham himoya qila olmayapman. Shu payt eshik taqilladi. Men chochib ketdim. Yana taqilladi. Keyin past ovoz. Oydin opa, menman. Malika. Men qotib qoldim. Shifokor Malika. Kechasi bu yerga. Nargiza opa eshitib qolsa, ertaga hamma biladi. Men asta eshik zanjirini taqib eshikni ochdim. Malika sharfga o'ralgan, yuzida qo'rquv. Kiring, dedim. U ichkariga kirdi, poyabzalini ham yechmadi. Ko'zlari atrofga yugurdi. Sizni kuzatishyapti, dedi u shivirlab. Men bilaman. Men ham bilaman, dedim. Malika sumkasidan bir qog'oz chiqardi. O'zi rasmi. Unda kichkina nuqta, yurak urishi, hammasi. Buni oling, dedi u. Buning orqasida bir raqam bor. Men rasmni aylantirdim. Orqasida ruchka bilan kichkina yozuv. 1193. Bu nima? Dedim. Malika tishlarini tishlab turdi. Bu men uchun ham kod. Bu raqamni ertaga resepsiyonda aytsangiz, sizni Malikaning oldiga emas, boshqa xonaga olib kirishadi. Sizni kutayotgan odam bor. Ayol. Siz bilan gaplashgan ayol. Men uni esladim. Bahor, dedim. Malika boshini qimirlatdi. Ha. U men bilan ham gaplashdi. Men sizga aytmoqchi edim, lekin men qo'rqdim. Aziz meni siqdi. Ular hammasini nazorat qiladi, dedi u. Men Malikaning ko'ziga qaradim. U birinchi marta menga shifokordek emas, odamdek ko'rindi.
Malika, siz kim tomondasiz? Dedim. U yutindi. Men siz tomonda. Men boshidan beri sizni tanlamaslik kerak deb aytganman. Lekin bu ish pul emas. Bu buyruq, dedi u. Men uning so'zlariga yopishdim. Buyruq kimdan? Shavkatdanmi? Malika yuzini burdi. Demak, javob shu. Men shunday dedim. Shavkat erimning do'sti edi. U janozada yonimda edi. U meni yupatgan. Malika ko'zini yumdi. Oydin opa, siz eringizning o'limi haqida hamma narsani bilmayapsiz, dedi u. Men hammasini ayta olmayman. Lekin bitta narsani aytaman. Siz o'sha tobutni ochib ko'rganmisiz? Men muzlab qoldim. Yo'q, dedim. Nega? Dedim ichimdan. Nega men ko'rmaganman? Nega hamma meni to'xtatgan? Malika davom etdi. Sizni o'sha kuni tinchlantirish uchun sizga dori berishgan. Shavkat sizni uyga olib ketgan. Siz ko'p narsani eslamaysiz. Bu tasodif emas. Mening lablarim qaltiradi. Demak, erim tirik, dedim. Malika javob bermadi. Lekin u sukut bilan ehtimol, dedi. Ertaga borasiz, dedi u. Lekin bir narsani biling. Ertaga sizga bir taklif qilishadi. Juda shirin, juda xavfsiz ko'rinadigan. Siz ishonmang. Qanday taklif? Dedim. Malika ko'zlarini katta ochib qo'limni ushladi. Ular sizni qutqarish deb ko'rsatadi. Lekin aslida sizni boshqa qafasga solishadi. Sizning ichingizdagi bola ularning uchun kalit. Shuning uchun ular sizni tirik saqlashyapti. Men qornimga qo'limni qo'ydim. Ichimda juda mayin og'riq sezildi. Men qo'rqib ketdim. Men bolaga zarar bo'ladimi? Dedim. Malika boshini chayqadi. Hozircha yo'q. Lekin siz stress qilmang. Men bilaman, bu kulgili. Qanday qilib stress qilmayman? Dedi u va o'zi ham achchiq kulib yubordi. Keyin u eshik tomonga qaradi. Men ketishim kerak. Meni ko'rishsa sizni ham, meni ham yo'q qilishadi, dedi. Men uning qo'lidan ushladim. Malika, meni tashlab ketmang. U ko'zida yosh bilan menga qaradi. Men sizni tashlab ketmayman. Lekin men kuchsizman. Siz esa kuchlisiz. Siz omon qolgan ayolsiz. Siz 3 yil yiglab ham tirik qoldingiz. Endi ham tirik qolishingiz kerak, dedi u. U ketdi. Men uyda yolg'iz qoldim. Derazadan ko'chaga qaradim. O'sha qorong'i mashina hanuz turardi. Kimdir men tomonga qarab turganday. Men pardani yopdim. Tunda uxlay olmadim. Ko'zlarimni yumsam, tobut ko'rinadi, Shavkatning yuzi ko'rinadi, Azizning imzo degani eshitiladi, ayolning eringiz olgan emas degani qulog'imda jaranglaydi. Ertalab soat 7da uyg'onib ketdim. Yuragim tez urardi. Men qahva ham ichmadim, faqat suv ichdim. Qornimda galati og'irlik bor. Men o'zimni ehtiyot qildim, go'yo ichimdagi bola hamma narsani eshitayotganday. Soat 8:30da uydan chiqdim. Nargiza opa yana zinapoyada turardi. Men uni ko'rib ichimdan kulgim keldi. Voy, qayerga? Ertalabdan, dedi u. Men jilmaydim. Analiz topshiraman, dedim. U ko'zini qisdi. Siz kecha kim bilan gaplashdingiz? Men eshitganday bo'ldim, dedi. Men sovuq bo'lib ketdim. Demak, u eshitgan. Eshik ortida quloq solgan. Hech kim bilan, dedim. Televizor edi. U ishonmadi. Lekin ortimdan tushmadi. Men klinikaga taksida bordim. Taksidan tushganimda yuragim gursilladi. Bu bino menga endi shifoxona emas, labirintdek tuyuldi. Ichkariga kirdim. Resepsiyonda 2 qiz o'tirardi. Ular odatda jilmayib turardi. Bugun esa yuzlari sovuqroq.
Assalomu alaykum, dedim. Ular boshini qimirlatdi. Men sekin, ehtiyotkorlik bilan. Menga tekshiruv kerak, dedim. Va kod sozni aytdim. Bahor. Resepsiyonda o'tirgan qizning ko'zi bir zumda o'zgardi. U kompyuterga nimadir yozdi. Ismingiz? Dedi. Oydin, dedim. U bir lahza jim qoldi. Keyin Malika bergan raqamni esladim. 1193, dedim past ovozda. Qiz o'rnidan turdi. Siz bilan birga keling, dedi. Men yuragimni ushlab uning ortidan yurdim. U lift tomonga emas, boshqa yo'lakka burildi. Bu yo'lakni men ilgari ko'rmaganman. Eshiklar ko'p, hammasi bir xil. Oqartirilgan devorlar, jimlik. U to'xtadi. Qalin eshik oldida. Eshikda hech qanday yozuv yo'q. Qiz menga qaramay dedi. Ichkariga kiring. Sizni kutishyapti. Men eshik tutqichini ushladim. Kaftim terlab ketgan. Ichkaridan hech qanday ovoz chiqmaydi. Men eshikni ochdim. Ichkarida yarim qorong'i xona. Stol, 2 stul. Va oynali devor ortida go'yo kuzatuv xonasi bor. O'sha oynadan kimdir qarab turganday. Stol ustida bitta papka turardi. Papkaning ustida men bilgan ism. Shavkat. Men qadam tashladim. Yuragim qulogimga urilardi. Shu payt orqamdan eshik taq etib yopildi va ichkaridan qulf tushdi. Men qotib qoldim. Va oynali devor ortidan juda sekin, juda tanish bir siluet oldinga chiqdi. U odamning yurishi, yelkasi, boshini egishi. Bu yurishni men 1000 marta ko'rganman. Men labimdan zo'rga so'z chiqardim. Aziz? Yo'q. Siluet oynaga yaqinlashdi. Yorug'lik yuziga tushdi. Va men uning yuzini ko'rdim. Bu mening erim edi.